Matematika fanlar ichida shoh, uning sirlaridan bo'lingiz ogoh degan bugungi matematika darsimizni boshlaymiz. Hurmatli o'quvchilar, darsimiz shiori ma'naviy yangilanish, millat kelajagi. Bugungi darsimizning mavzusi 140 bilan 2 ning ko'paytmasi, 280 bilan 2 ning bo'linmasi ko'rinishidagi yozma, ko'paytirish va bo'lish. Bugungi darsimizda siz xonalardan biri 0 bo'lgan holda 3 xonali sonlarni 1 xonali songa ko'paytirish va bo'lish algoritmini o'rganasiz. Diqqatimizni qaratamiz. 140 bilan 2 ning ko'paytmasi. Buning uchun 140imiz 14 o'nlik. 14 o'nlik bilan 2 ning ko'paytmasi 28 o'nlik. 28 o'nligimiz 280 ga teng. Endi ko'paytirishni ustun ko'rinishda bajarishga e'tibor bering. Birinchi ko'paytuvchi 140, ya'ni 14 o'nlik. O'nlikning tagiga ikkinchi ko'paytuvchi 2 ni yozaman. 4 o'nlik bilan 2 ning ko'paytmasi 8 o'nlik. 8 ni o'nliklarning tagiga yozaman. 0 ni tushirib qoldiraman. 1 yuzlik bilan 2 ning ko'paytmasi 2 yuzlik. 2 ni yuzlikning tagiga yozaman. 0 ni tushirib qoldiraman. Javobni o'qiyman 280. Endi bo'lishni qanday bajarilganligini tushunib olamiz. 280 bilan 2 ning bo'linmasi. 280imiz 28 o'nlik. 28 o'nlik bilan 2 ning bo'linmasi 14 o'nlik. Bo'lishning ustun ko'rinishida bajarilishini ko'rib chiqamiz. Bo'linuvchi 280, bo'luvchi 2. Birinchi to'liqsiz bo'linuvchi 2 yuzlik. Bo'linmada 3 ta raqam yuzlik, o'nlik, birlik bor. Yuzliklarni bo'laman. 2 bilan 2 ning bo'linmasi 1. 1 ni bo'linmaga yozaman. O'nliklarni bo'laman. 8 bilan 2 ning bo'linmasi 4. 4 ni bo'linmaga yozaman. Birliklarni bo'laman. 0 bilan 2 ning bo'linmasi 0. 0 ni bo'linmaga yozaman. Javobni o'qiyman 140. Og'zaki tushuntiring. Ustun shaklida yozib, uni hisoblang. To'g'riligini tekshiring. 230 bilan 3 ning ko'paytmasi. Nolni tushirib qoldiraman. 3 bilan 3 ning ko'paytmasi 9. 3 bilan 2 ning ko'paytmasi 6. Javobni o'qiyman 690. Qolgan 3 ta misolni ham xuddi shu tariqa ishlab tekshiramiz. Berilgan ifodalarni ustun shaklda yozib, ularni hisoblang. Ifodalarni ustun shaklda yoza olasiz, mustaqil hisoblay olasiz. Tenglamani yechib, Qozog'istondagi suv havzalarining yuzini aniqlang. Eng katta suv havzasini ayting. Suv havzalarining ahamiyati haqida kattalar bilan fikrlashing. Uyga vazifa 10-misol.